Choyni xo'rillatib ichib bo'lgandan keyin tagidagi shamasini tashlab yuborishga shoshilmang. Dastlab yuzingizni iliq suvda yuving, ya'ni muolaja toza yuzga qilinadi. Keyin toza bint yoki dokani 2 qavat qiling-da, ichiga choynak tagidagi choy shamasini soling va yuzingizni har joyga, dekolte qismlariga ishqalamasdan suvi oqadigan darajada bosib chiqing. Bint va doka topa olmasangiz, toza yubka latta ishlatsangiz ham bo'ladi. Agar paketchalik choy ishlatsangiz, shuni o'zini yuzga bostirib chiqasiz. Maskani turish vaqti 30-60 daqiqa. Yuvmasa ham bo'ladi aslida. Bu yog'i xohishingiz. Doim bir umr qilib yurish tavsiya qilinadi. Choy achchiq bo'lib ketgan bo'lsa, uni to'kib yubormasdan yuzni yuvsangiz ham bo'ladi. Ertalab va kechqurun qilsangiz samarasi tez bilinadi. Hech bo'lmasa kunda bir mahal qiling. Yuzni yoshartiradi, namlaydi, yog'lanish kamayadi, turli dog'larni va husnbuzarlarni ketkazadi. Bu retsept buvlarimizdan qolgan. Falon so'mga ko'k choyli krem, losyon va boshqalardan ko'ra shu tabiiy ham bepul usuldan foydalaning. Ha, erkaklar qilsa ham bo'ladi albatta. Faqat shamani talashmasdan. E'tiboringiz uchun rahmat.